birinchi dars tashkilotchi markaziga yetakchi tashkilot Toshkent transport universitetining javob birinchi dissertatsiya ishida kuchlangan deformatsiyalangan degan jumla o'rniga kuchlangan deformatsiyalangan degan so'z ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi deb ta'kid etilgan. Odatda kuchlangan deformatsiyalanganlik so'zi grammatik jihatdan to'g'ri va bundan ham foydalansa bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz dissertatsiya ishida kuchlangan deformatsiyalangan degan so'zni ishlatganmiz. Ikkinchisi tadqiqot ishida nolunchi yaqinlash bilan cheklangan, lekin nega shunday olinganligi ochiqlanmagan. Ko'pgina adabiyotlarda nolunchi yaqinlash bilan hisoblash yetarli deb hisoblangan. Shu sababli men ham o'z dissertatsiya tadqiqot ishimda nolunchi yaqinlashni olganman. Olingan natijalar asosida chizilgan grafiklar ayrimlarda birliklar keltirilmagan. To'g'ri, grafiklarda birliklar keltirilmagan, u keltirilmagan grafiklar odatda o'lchamsiz kattaliklarga o'tgan holatlari keltirilgan. Shu maqsadda keltirilmagan. Birinchi tanqid professor Taltayev. Ruscha ekan, bu o'zbekcha javob bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, birinchisi ishda deformatsiyaga muhtoj joylashgan doiraviy konstruksiya qolip munosabatini tayyorlashdan tadqiq etish maqsadida qo'yilgan masala bo'lsa-da, uning fizik modeli sxemasi keltirilmagan deb aytilgan. Javob, demak, to'g'ri, ishda real obyekt holati olinmagan, lekin biz grafikda, ya'ni birinchi rasmda shu real obyektga mos bo'lgan sxema chizganmiz. Ikkinchisi, avtoreferatdan ko'rinib turibdiki, dissertatsiya ishida fizik nosozlik ko'rib chiqilmagan. Ya'ni fizik nosozlik ta'sirini hisobga olgan holatda ushbu dissertatsiyani o'rgansa, mazmun yana sezilarli darajada boygan bo'lardi deb ta'kid etilgan. Fizik nosozliklarni hisobga olish masalasi, ya'ni deformatsiyaga muhtoj joylashgan konstruksiya qobiliyatlarida bu birmuncha qiyinlikni tug'diradi. Shu nuqtai nazardan men hozircha chiziqli holatini qaraganman. Keyingi ishlarimda xudo xohlasa nosozlikni hisobga olaman. Keyinchisi tadqiq Urganch davlat universiteti professori Bahodir Rahmonov. Tadqiqot ishida son natijalarga eksperimental tajribalar orqali olingan natijalar haqida ma'lumotlar keltirilgan, lekin ularning tadqiqot ishlari ko'rsatilmagan. Ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi deb aytilgan. Javob, demak, bugungi kunda zamonaviy tadqiqot ishlarida qaraydigan bo'lsak, ko'pgina olingan natijalar asosan zamonaviy programmalar, o'sha ANSYS dasturlari yordamida aniqlangan. Men ham o'sha ANSYS dasturida olingan natijalar bilan taqqosladim va shuning uchun men ishimda chekli ayirmalar va Maple dasturi yordamida olingan sog'lom natijalar, ANSYS dasturidagi olingan natijalar bilan taqqoslash ishlarini bajarganman va 19-formulada lambda va psi harflar nimani anglatishi haqiqatan bu avtoreferatda keltirilmagan, lekin bu dissertatsiya ishida keltirib o'tilgan. Bu yerda lambda ichki ishlanish burchagini, gamma esa guruhning solishtirma og'irligini ifodalaydi. Keyingi taklif Xo'jabek Murod nomli ishda ba'zi ekanligi aniqlanmagan. To'g'ri, bu 7 va 76 raqamlar avtoreferatda bo'lmasligi kerak edi. Texnik xatolik ketib qolgan, bu kamchilikka roziman. Masalasi qaralgan, lekin chastota va to'lqin orasidagi bog'lanishlar grafiklar keltirilmagan. Bu avtoreferatning hajmidan kelib chiqqan holatda biz garmon keblanishlar masalasini avtoreferatda kiritib o'tganmiz, lekin grafiklari yo'q. Grafiklari dissertatsiya ishida to'liq holatda keltirib o'tilgan. Avtoreferatda harakat differensial tenglamalar yechimlari keltirilgan, lekin ularning grafiklari differensial tenglamalar yechimlari keltirilmagan, lekin grafiklari keltirilgan. Grafiklardan oldin yechimlarning aniq ifodalanib keltirilganda ish chiqarganda boygan bo'lardi deb bildirishgan. Bu yerda ham o'sha hajmdan kelib chiqqan holatda, ya'ni bu yerda tenglama sal kattaroq yozilganligi uchun biz avtoreferatga keltirmaganmiz, lekin dissertatsiya ishida to'liq holatda keltirib o'tilgan. Professor O'sarov tomonidan tadqiqot ishining 2-bobining 3-paragrafida biron materiallar tenglamalar xususiy holatlar qaralgan, lekin tenglamalar keltirilmagan deyilgan. Haqiqatan ham avtoreferatda yo'q, lekin bu dissertatsiyada to'liq holatda aks ettirilgan. Rahmat. Izlanuvchining taqrizlariga javobini qabul qilsak bo'ladimi, o'rtoqlar? Rahmat. Endi rasmiy opponentlarga so'z bersak, taqrizlarni e'lon qilish uchun marhamat, Botir aka. Rais hurmatli dissertatsiyasini Isroil Ismoilov tomonidan tayyorlangan doiraviy konstruksiya huquqining
Departamentlarning uchun o'zaro san'at ta'sirlanishi shu mavzusidagi mavzu departamentlar uchun katta qism mexanikasi ixtisosligidan fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ko'rib chiqqan. Endi men agar ruxsat bersalaringiz birinchidan Nachaqir savol javoblarga ham ba'zi narsa manimcha ma'lumotlarda hal qilindi degan uchun men dissertatsiyalik xulosasini, ya'ni taqrizni man nimasini ayrim joylarga bandlarga to'xtalish mumkin. Chunki taqriz Oliy test komissiyasi nizomda ko'rsatilgan bandlar bo'yicha tayyorlangan, ularga javoblar bor. Unda bu qoida shunaqa. Uchun bu yerda mana 7dan 8ta band bor. O'sha bandlarning hammasiga javob tayyorlangan. Chunki men bilan hammasi to'xtalib o'tirganda ayrim masalan ilmiy yangiligi va yana boshqa bir joriy qilish tomonida ma'lum fikrlar bor. Ularni sizlarga bayon etaman. Endi ilmiy yangilikka kelsak, albatta ilmiy yangilikda talabgor o'zlari ancha ochiq aytib beraylik. Ayrim nazarimda nimalar ko'rsatilmagan, yaxshi natijalarning olingani to'g'risida yetarli darajada ma'lumot berilmagan. Shuning uchun men shuni to'ldirib aytmoqchiman. Demak, birinchidan shuni aytish kerakki, albatta muammoni dolzarbligi, mavzuning dolzarbligi uni tadqiq etish zaruriyati albatta asoslangan. Chunki dasturlaringiz hamma mana bu yerdan savol bo'ldi. Bu qonunsimon detal mavzuni boshqa ishlaydi, qayerda texnologiyadan yoki ishlab chiqarish, qaysi sohalarda ishlash to'g'risida savollar bor. Albatta buni nimalarda aytalik, yerosti to'g'rilaridagi tug'ular bir-biridan ulashtirib jarayonida shunaqa detallar ishlatiladi. Ana burg'ulash nimalarda ham shunga albatta sof bunaqa detallar sof ko'rsatsa albatta qatnashmaydi, lekin ular xususiy bir qanday elementlar emasmi ko'rinishda ular ishlatilishi mumkin. Shuning uchun bu masalani aytaylik tadqiq qilish, undan natijalar olimlar tavsiyalar berish albatta amaliy ahamiyati bor. Bu haqiqatda agar men buni nima nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, nazariy tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu masalani bilamiz. Agar tashqi muhit bo'lmasa, bu qonunsimon degandan keyin albatta biz kesim yuzasi agar aylanadan farq qilsa, qonunsimon deb nom berilgan. Ana silindralar olsa, silindr ham kesim yuzasi silindrik jism deymiz, lekin doiraviy silindr degandan keyin kesim yuzasi doiraviy bo'ladi. Bu kishida shu doiraviy qonunsimon deb aytsalar to'g'ri bo'ladi. Yoki qonunsimon so'zlashda doiraviy qonus deb aytsa ham bo'ladi-da, bunday qaragan. Qonus o'zi ham. Chunki hozirda tushuncha qonus deganda biz bilamiz adabiyotda uni kesim yuzasi doira bo'lgan jismlar odatda tushuniladi. Lekin bu yerda shunaqa sal mullashgan joyi bor. Shuning uchun bu yerdan qarang, agar bir tashqi muhit toptashsa, bu masalalar sof buralishda yoki sof ko'chishda masalalar hamma adabiyotlarda yechimlari bor. Bu oddiy to'lqin temasi, uning yechimlari orqali bu qiyin narsa emas. Lekin tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirlashuv bo'lgandan keyin masala murakkablashadi. Chunki bu yerda ikkinchi muhitdan qatnashadi. Chegaraviy shartlar, ya'ni qo'yilishi kerak bir-biriga qanaqa tegrashlar har xil bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtai bu masalani anchagina boyitadi. Unda o'yicha xos nimalar kerak, yo'nalishlar kerak, usullar kerak. Mana shu usullar to'g'risida bu yerda anchaga rivojlantirilgan. Bu nuqtai nazardan nazariy yangi natijalar olingan deb qarasa bo'ladi. Mana shu narsani mana ilmiy yangilikda bir to'xtab ko'rsatish kerak. Shuning uchun men yozganman. Men nimani taqriz ustida tayyorlagan uchun men masalan usulda o'sha nimalarni aytmoqchiman. Bitta punktni o'zim shuni belgilab ketdim. Va istalgan общая постановка сечеметрических контактных задач, колебаний круглых конических оболочек взаимодействия с внешней деформистской торой. Bu umumiy masalani qo'yilgan. Albatta masalani qo'ygan har xil bor. Nimalar qilish mumkin? Tashqi muhitda muhit qanday tanlab olinadi? Ya'ni bular erasiy muhit deb qaralgan, aslida buni boshqa muhitlarga ham ma'lum darajada tarqatish mumkin. Ikkinchisi, методы интегрального преобразования при Лапласа развитием эквилибриум Лазар получен аналитическое решение социальных задач взаимодействия круговых конических деформирований с окружающим взаимодействием окружающим группой, обобщение получено ранее другими авторами. Mana shu masalalar nimada filip ushuli maktabda masala ma'lum darajada ko'rilgan, lekin uni yechimini olish
yechim olish alifba analitik usul olib bo'lmaydi. Agar kontakt masalasi qo'yilsa, bu yerda masala qiyinroq. Sababi, agar masalan sender bo'lsa, olish mumkin kontakt masala. Mana nimada galeriya ishlaridan narda ko'rsatilgan. Lekin Osmon bo'lgandan keyin chegarada o'sha biz erkonsent yo'lmi ma'lum chiziqli funksiyani ustida shartlab qo'yadi. Shu natijasida analitik usul yechish imkoniyati yo'q. Albatta bu yerga nima sonli usul qo'llanilgan. Mana buni o'zlari aytib berdilar. Men to'xtalmayman. Yana bitta punktda произведение расчетов перемещения напряжения, возникающих в круговой оболочке, механической оболочке, контактирующей различными моделями грунтовой среды. Mana gruntlarni arxitektorlarni mana o'zlari misolda ko'rsatdilar. Qum va boshqa nimalardan qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki biz muhitni o'zini tutalab bilmasdan turib, undan hosil bo'ladigan jarayonlarni o'rganish juda qiyin. Har bir tajriba o'tkazilmaydi. Oldin nazariy natijalarni olib, undan keyin biz ba'zi xulosalar qilishimiz mumkin. Endi agar ruxsat bersangiz, men endi nima to'g'risida o'zlari aytdilar, joriy qilish masalasida ular aytib o'tdilar. Men qaytarmayman. Dissertatsiyada bu keltirilgan. O'sha talab darajasida ko'rsatilgan, qayerda ko'rsatilgan, bular hammasi bor bu yerda. Endi maqravasini aytmayman, chunki buni o'zlari bizga aytib berdilar. Dissertatsiya 3 bo'limdan iborat, har bitta bo'lim o'ziga tegishli nima deymiz, nimani mavzudagi g'oyalarni o'sha qamrab olgan. Har bitta bo'lim keyingi bo'lim bilan mantiqiy bog'langan. Demak, dissertatsiyaning yarmitligi talab darajasida bu yerda bajarilgan. Endi men hammasi to'xtab o'tirman. Agar qissa qilmaysa, birinchi bo'limi bu umumiy nima deymiz, olingan natijalar, adabiyotga keltirilgan muammolar hammasi bu yerda keltirilib, bizda ish uni bajarayotgan ish qanaqa o'rin olishi ko'rsatilgan bu yerda. Nima qilishlarni ko'rsatadi. Ikkinchisi albatta tenglamadan tuzish. Bu anchagina nima deymiz? Men boshqa aytishim kerak, kamlar tushayotganda bu fazoviy masala ko'rilgan. Burash, bir paytda buralish ham cho'zilish, boshqa nimalar bo'lishi mumkin. Demak, bu faktiki fazoviy masalani qo'yilishni berilgan. Undan keyin keyingi masalalarni ko'rayotganda sof buralish masalasi ko'rilgan. Shuning uchun sof buralish o'sha ikkinchi bo'limda olingan tenglamalarning xususiy holida qaralgan. Shuning uchun birinchi bo'limda umumiy tenglama kelgan. Uchinchisida men hozir o'zlari ham aytib berib, maqsud konkret masalalar ko'rilgan. Misollar, bular aytdilar, mana qassoblarni grafiklar keltirilgan. Ayniqsa bedamasiya shunga darhaqiqat agar bizlar zarbaviy natija bersak, bu